Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimizda aynan oxirgi 6-aprelda tushgan, birinchi ikkinchi smenaga tushgan map xaritani, demak tahlilini ko'rib beraman. Ko'pgina kanallarda tarqaldi, lekin buni javoblari va tahlili hech qaysi kanalda yo'q. Shuning uchun diqqatli, e'tiborli bo'lib turinglar. Xo'p, bu xaritamizda boshlanishi aynan mana bu fountaindan aytib boshlaydi. Ya'ni fountaindan o'tganingizdan keyin main entrance ga kelasiz deydi. Va main entrance dan chapga qarab yurganingizda siz displaydan o'tganingizdan keyin qanaqadir mana bu i harfini bolalar, i harfini Egyptian bir nima deb aytdi. Demak, Egyptian nimadir? Exhibition nimadir xullas. Aynan shu joyni i variantni shunaqa deb aytdi va u yerda nimadirlar bor deb facilitylar juda ham ko'p gaplar gapirib o'tirildi. Asosan bu xaritada o'sha turgan joylarni, ya'ni lokatsiyalarni qanaqa facilityalari borligiga ko'proq e'tibor qaratilgan. Biroz chalg'itga o'sha uchun joyini topishda. Demak, shunga to'xtalib o'tadi-da, endi deydi African drums ni qidiradigan bo'lsak deydi, o'sha Egyptiandan demak pastga qarab yuramiz va wooden house ga qarab yuramiz va o'sha wooden house ni yonida bor aynan deb aytadi. Shuning uchun birinchi savolimiz mana bo'ldi. Mana bu yerda mana bitishga qo'ydim. African drums deb degan lokatsiyani qidirgan. Shuning uchun G variantimizga aynan bolalar mana bu yerda African drums degan javobimiz javob bo'ladi. Bu 19-savol. Demak, shu wooden house ni yonida deb aytilgan. Keyingisida European Art Exhibition ni ko'pchilik xato olgan. Xatoligi qanaqa tushunmay qolgan. On the other side degan so'z bor bolalar. On the other side degan so'z aynan o'sha qaysidir joyini tasvirlayotgan bo'lsa, o'sha joyga nisbatan boshqa tarafda deb aytganda ishlatiladi. Va bu yerda African drums ni joyini aytganda G variantimiz va shu yerda aytib o'tadiki, shuni on the other side da aynan European Art Exhibition joylashgan deb aytadi. Agar G ga qaraydigan bo'lsak, uni boshqa tarafidagi xuddi shunaqa joy bu H variant bo'ladi bolalar. Va 20-savolimizning javobi mana bu pastdagi burchakdagi exit ni yonidagi, demak H variantimiz aynan European demak Art Exhibition bo'ladi bolalar. Demak 20-savolimiz shu. Xo'p, bu ham ketdi. Demak 21-savolimiz, ya'ni 3-joyimiz lokatsiyasi. Xo'p, 3-joyimizda esa mana bu yerda e'tibor qaratinglar, the pictures deb qo'yganman. Mana putichka bilan belgiladim. The pictures of something, ya'ni nimadirlarning rasmi bor u yerda. Qanaqadir lampalar, shunaqa shunga o'xshash demak rasmlar bor. Va shu yerda Latin American degan joyni aynan mana shu bridgedan o'tganimizda, mana shu yerdan bridgedan o'tganimizda va mana shu nimadirlarni tepasida joylashgan deb aytadi. Aynan mana shu D variantimizga 100% demak Latin American degan joyimiz javob bo'ladi bolalar. Xo'p, keyingisi 4-sida qaranglar, storytelling shiftsda faqat ikkilanish bor bolalar. Buni 100% aniq deb konkretni aytib bera olmayman. Faqat mana bu storytelling shiftsga ko'pchilik A variantni olgan bolalar. A variant. Endi A variant yo C variant bo'ladi, chunki F variant bo'lmaydi. F variantimizni aytganda qanaqa aytib o'tib ketdi. Aynan mana shu Latin American aytganidan keyin F variantni aynan handicrafts qanaqadir nimadir joy deb aytdi. Nimadir handicrafts shunaqa. Xullas, mana shunaqa joy deb aytdi. Shuning uchun F variantimiz 100% bu savolga javob bo'la olmaydi. Xo'p, va storytelling shiftsni ko'pchilik A variant olganligi uchun biz ham demak A variant deb o'ylabmiz. Xo'p, shunda hozir 21-savolimizga D variant bo'lgan bo'lsa, 22-savolimizga demak A variant bo'ladi bolalar. Endi uni yana eshitib ko'rasizlar, lekin 19, 20, 21 100% lik javob va 22 da faqat chalkashlik bor. Buni imtihonga agar shu savol tushib qolsa, demak yaxshilab o'ylab ko'rib, eshitib, o'ylab ko'rib qo'yinglar. Va oxirgi savolimizning javobi food market. Juda ham oson aytdi. Buni hamma topgan food marketni. Food marketni aynan qayerda deb aytgan? Aynan North East cornerda, exitni yonida deb aytgan. Demak, North East, mana bilasizlar, bu yog'i North bo'lsa, mana bu tarafi East. Demak, North East burchakda, corner, mana cornerda, demak B variantimiz bor. Va bu yerda 23-savolimiz javobi 100% food market B variant bo'ladi va aynan mana exitni yonida joylashgan bo'ladi. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 6-aprel 1-2 smenada tushgan xarita.